Qaynonangizga gap qaytarsangiz, kuni shunaqa podyezddan boshlanar ekan. Kelin hayoti 31-kunda shunaqa gap bilan boshlaganim sizlarni ham esinglardami? Vaqt o'tgan sari hammasi o'zgarar ekan. Mana endi kelin emas, o'zi uchun va farzandi uchun yashash kerak bo'lgan irodani ko'rib turibsizlar. Kelin hayoti challenge-ni 100 kunlik qilaman deb va'damda tura olmadim. Oxirgacha nega davom ettira olmaganimni videolarimda va storieslarimda ancha-muncha bilib oldinglar. O'zi ham Instagramda kelin hayotini siyqasi chiqib, hammani relsida kelinlarni hayoti bo'lib ketdi. Qaynona, qaynota va er xizmati, uy yumushlari va farzand tarbiyasida o'zini qurbon qilib, o'zligidan kechib xizmat qilayotgan kelinlarimizga Alloh ajrini bersin. Farzandli bo'lganingizdan keyin ko'proq o'zingiz emas, farzandingizni o'ylaydigan bo'lib qolar ekansiz. Baby Steel tagliklarini xarid qilganimda uyimni har bir burchagini ham esdan chiqarmadim. Baby Steel brendining bu universal salfetkalari uyimning tozaligiga ko'makchi bo'lyapti. Baby Steel tagliklari esa gipoallergeniy bo'lib, farzandingiz uchun noqulayliklar tug'dirmaydi. Uzun marketdan zakaz qilib, menga o'xshab ham uyingizni, ham farzandingizni qulayliklarini o'ylang. Bilmaganlar uchun aytib o'tsam, yangi uyga ota-onam bilan ko'chib o'tdik. Yes, Toshkentda tornado shamoli bo'lib, o'zi ham chang ko'tarildi. Qachondan beri onam balkonlarni tozalab ol deb aytuvdilar. Bunaqa tornado shamolidan keyin tozalamasa ham bo'lmas edi deb nima dedinglar? Menga obuna bo'lsangiz, storieslarimda eng qizig'ini ko'rishingiz mumkin.